Misol qolib ketdi aka, Porx. Porx toka Nobel Sport degan Qirg'izistonda ovchilik bu dokument qilish uchun qancha pul ketadi? Optikalar, ratsalar, termizlar bor ekan. Endi ovchilarimiz uchun qiziq bo'lgan, baribir qiziqda aka bu narsa patronlar narxi. Dik vazushkalarga 4,5 larga hujjat talab etilmaydi. Shuni ko'ring. Ham chiroyli. Byudjetni pnevmatikasi qaysi? Byudjetni 2,5 ming biz pulga qancha? 2300. Bu narsalar bizda taqiqlangan. Assalomu alaykum ovchilar va ov ishqibozlari. Sizlar bilan Vodiy ovchilari kanalida Islomjon. Nihoyat yana 1 yil deganda yana o'sha Bars O'sh qurollar do'koniga kelganmiz. Bu do'kon Qirg'izistonda O'sh shahrining markazida joylashgan. Ko'pchilik obunachilardan bizdan so'raganda, Qirg'izistonda juda ko'pchilik telefon qilganda biz shunaqa vazushka olmoqchimiz, tir olmoqchimiz. Qayerdan olsak bo'ladi degan savollar juda ham ko'p bo'lardi. Mana sizlar uchun qayerdan topib, qanaqa narxlarini bir ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Bu aynan qirg'izistonlik obunachilarimiz uchun video bo'ladigan umiddaman. Bu joyda ko'rsatilgan o'q qurollari va pnevmatikalarni O'zbekiston hududiga olib o'tish umuman taqiqlanadi. Bu narsani o'ylamanglar ham. Qani uni sizlarga bitta ichkarini ko'rsatib o'taman. Pnevmatikalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Assalomu alaykum. Yo'lang. Sog'lashim charchaysiz aka. Bu do'konda sizlar bilan birga edi 1 yil oldin obzor qilgandik. Hozirgi kunda Qirg'izistonda qurolga moratoriy bor ekan. U qurol tavsiq taqiqlanmoqchilardi vaqtinchalikki. vaqtlanish aprelgacha. Aprelgacha, apreldan keyin u qurol sotib turasizlar. Xudo xohlasa. U taqiqlangan yo'q lekin. Yo'q. Sizlarda o'sha открытие bo'yicha bor putyovka beriladi. Как положено. Только оружие g'alana. Оружие. Xo'p, keyin Qirg'izistonda yana bitta e'tiborli jihati bor. Sizlarda pnevmatik vazushkalarga 4,5 larga hujjat talab etilmaydi. Shuni faqat aytib o'tsangiz, qaysi kalibrlarga bo'ladi? 4,5 kalibrlarga ruxsat kerak, требовать etilmaydi. Keragi yo'q ruxsat. 4,5 kalibrda bez rashina kelib olib ketaversangiz bo'ladi. Bez problem. Pasport ham kerak emaslar. Yo'q, jo'nal olib chiqadi bo'ladi. O'qilasiz. 18 yoshdan o'tdi. 18 yoshdan o'tganda. Охотничий оружиянiki qancha Qirg'izistonda? Охотничий оружияга гладкостволду ала бересиz. Biz neme dokumentler turlab охотничий билет аласыз, анан сертификат аласыз, анан мынтыка сатып алганга рашение аласыз. Endi Qirg'izistonda obunachilarimizga bu qiziq bo'ladi. Qirg'izistonda ovchilik bu dokument qilish uchun qancha pul ketadi? Jo'yimani men ayta olmayman. Примерно plus minus. Men o'zi hozirga ketadimi? Yaxshi, просто churqash kerak, spravkalar turlash kerak. Psixbольница, наркологический sotilgan emas degan spravka, glaznoy uchun spravka kerak. O'sha spravkalarni to'plasangiz edi, olsangiz bo'ladi. Turetskiy vazushkalar. 4,5 kalibr, Hudson, Factor, Sniper, PCP'lar hammasidan bor. Hudson 125. Biz obunachilarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Bizning so'mga 20 ming so'm. 125 prostoy 125 bor. 125 TH bor. 125 Pro degan bor. Yangi chiqdi bu 2025 chiqdi. Pro degan bor, 125 Sniper degan bor, 125 Sniper Vortex degan bor. 125 turi ko'p demak. Turi ko'p. Narxlari 20 ming, Pro 21 ming, Sniper 25 ming, Sniper Vortex 30 ming. 30 ming. Yana bitta e'tiborli jihati bularda mana shunaqa vazushka zakazlar bo'ladi. Bular dastlabki jo'natib olishadi, pulni tushirib bersalar, Qirg'izistonning ichiga. Pulni berib tashlashadi. Pochtaning ichida. Qirg'izistonning ichida dastlabki qilib berishadi. Zo'r narsa bu. Ha, buni qo'yib qo'yamiz joyiga. Hudson Strikerlar byudjetliroq adashmasam? Strikerlar 13 mingdan. Striker 13 ming, 4,5 kalibr. Ona, ikkinchi turgan o'sha Striker. Ana Striker 1000S degan bor. Bu 14 ming. Plastik ko'priklar, bunday tormozi bilan. Средний дальность? Средний дальность 50 dan 80 metrgachayin. Ata 100 metrgacha endi baravar ubойный силасы o'sha 50 dan 80 metrgacha. Endi qolgani o'zi uchun o'zini maholati. Atletik pritserlar yo'q, ochiq pritser ochish mumkin. Bu yerda hozir endi qarang, eng byudjetli pnevmatikasi qaysi? Byudjetli Hudson Alpha degan. Mana Hudson Alpha. Stollar bloklab plasmas. Qancha? 9 ming so'm. 9 ming so'm. Bilismingiz, biz pulga 1 million 200 shu atrofida bo'ladi. Shu eng byudjetli shu. Bundan keyin Hudson AirTrack deganlar bo'ladi. AirTrack, xuddi shuni kattasi. Hudson AirTrack, buning ham 3 turi bor. Buni Hudson просто AirTrack. Seriyoz narsa. Bez optika o'zi. Bez optika. Qancha narxi? 10 ming so'm. Optika bilan? Optika bilan 3 ming so'm optikasi. 13 ming so'm. 13 ming so'm bo'ladi.
AirTrack PD degan bor. Yangisi bu ham. AirTrack ED degan bor. Bu stoldan qalin juqasidan ayriladi. Narxi biroq bir deyil. Arzonlar bular, to'g'rimi? Arzonroq. Budjetga 10 ming so'mdan bardig'i. Bu 3 10 mingdan. 3 o'tan 10 ming so'mdan. birday bu narx. Ha, budjetni olib ishlatagan yo'q o'rnashamiz. Qirg'izistondan. Olib ishlatsangiz zo'r ekan, sizlarga imkoniyat bor. Hujjatsiz shuni olib ishlatsangiz bor. PCP'lar. Bulbos bor ekan, faktor. PCP'lar 30 mingdan boshlab 135 minggacha bor. Kral Hudson firmalarniki. Sifatlari yaxshi. Bitta men olaman, menga yoqdi bu narsa. Bu Kralniki ekan, Kral Mortal degan firmaniki. Kral original narsa ekan. Mortal degan asli. Buni atrofi ham temir emas, plastmassa bo'lyapti, bu temir ekan. Shu cho'tki narsa ekan lekin. Bu bahosi qancha? 40 ming. 40 ming. Bu ham 4,5 kalibr. 4,5 kalibr. Ajoyib, bitta ko'ring. Ham chiroyli. Sizga kelsa, xatini любой modeli bor sizda. Xudo xolasa. Xudo xolasa bor. Pancherlar bor ekan. Pancher qancha? Kral pancher? Pancher glушители bilan plastigi, qora plastigi 35 ming, derevasi 36 ming, kamuflaji 38 ming. S glушителем. Faktor qancha? Faktor 70 ming. 70 ming. 70 ming so'm. Faktor FD degan modeli. 70 ming. Ha, 70 ming so'm. Hali ham so'mga to'g'rilamayapti. Pul avtomat. Pol avtomatlar al Baraj degan, Hudson Baraj degan. Al 60 ming so'm. 60 ming so'm. Herkules nima ham bor ekan sizda? Kralniki yangisi. Ular nimalar? Ular 55 635 daralar. Ularga o'sha ruxsatnoma kerak. Ruxsat olasiz. Yaxudni ko'pman, chog'risini bemalol olishaveradi. Tranzishni bilan o'rnatib bitami? Ya'ni talab bir xil. Jumbo dizeli bor ekan. Jumbo dizel bor, chorniy plastik kamuflaj bor. 48 ming, nima 45 ming plastigi, kamuflaj 48 ming. Shadow 50 ming. 50 ming. Bu ham Reduktoram. 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 Pastaglar? Pastaglar Pitbull degan 43 ming. Kruger bor ekan. Ana Kruger gam bor, shu optikasi bilan glушитель reduktori bilan 135 ming so'm turadi. 135 ming. Budjetli variant, shu Kral Flash. Yo'q, Hudson Flashmi ham bu? Yo'q, Flash emas. Pancher. Pancher nish. O'sha plastigi 30 ming, derevasi 32 ming. 32 ming. 2 ming farqi bor ekanda, nima? 2 ming. Taxta priklan doim joyda buni bo'lgan. Yo'q. Optikalar? Optikalar 3 mingdan boshlab 10 minggacha shu tirlarga. Pnevmatikalar ruxsat borasizlar bunga? Bizda ruxsat bor. 18 yoshdan pasport bilan kelib olib ko'rsam bo'ladi. Bu narsalar bizda taqiqlangan va Qirg'izistonda 18 yoshga to'lgandan keyin pasportlar bilan kelib olib ketsanglar bo'lar ekan. Lekin qayta bizdan havas qilganmiz, lekin yaxshi narsa emas bu. Aytib o'tishim kerak. Bahosi qancha bu? Bu rossiyskiy 25 ming. Baykal 654 k. Sizlarda vazushka o'qlar ham ko'p ekan. Baholar qanchadan bo'ladi? 4,5 5,5 farqi bormi bularda? Bor. Mana 4,5 dan 120 so'mdan boshlab 1,5 minggacha. Lumen, GSB olg'ir degan Qirg'izistonda jam o'z-o'zidan chiqib o'tadi shu. Olg'ir. Bitta ko'rsam bo'ladimi shu? Shu GSBga o'xshash. Olg'ir. Bu Qirg'iziston o'zini brendi. Pochkasini yer bilan. Sifati cho'tka ekan. Bu grammi qancha ekan? Grammi 1 gram og'ir. Bu imенно Hudson 125 larga, Hudson'ni amatorli modellarga juda ham yaxshi ishlaydi. Bahosi qancha buni? 1,5 ming. 1,5 ming. Bu joyda optikalar, ratsalar, termizlar bor ekan. Endi hammasini ko'rsatib o'tishga vaqtim yo'q. Videoni shuni qo'yib boraman. Shu joyga narxlarni bir qator ko'rib borsanglar bo'ladi. O'sha uzoq masofaga 5 kilometrni tortib 15 kilometrgacha bo'lgan ratsalar bor ekan. Narxlari har xil 3700, 2000, 2400, 1000 so'm, 1600 so'm, 2800 so'm, 3200 so'm hokazo. Bular ratsalar xilidan bor ekan. O'sha telefon nomerlarini pastda qoldiramiz, yoki WhatsAppdan telefon qilib Qirg'izistonga o'rnashtiramiz. Olishsa bo'ladi. Qo'limda turgan narsa Victor Opticsda yangi durbini sifati, lekin o'sha narxiga yarasha ekan. Juda ham zo'r, og'irgina qo'limda ham. Linzalar shishali bo'lar ekan.
Sifati gap bo'lishi mumkin emas. Narxi 30 ming so'm ekan. Bu plus minus O'zbekiston puliga dollarga to'g'ri 340 dollar. 340 dollar. Korobkalar bilan yangilar. Dalnamerlar bor ekan 31 ming. Bu juda yaxshi bir dalnamer shekilli, bu juda narxi ham baland. Yangi Vector Optics dalnamer kelibdi. Bu aynan PCP ishlatadiganlarga va Karabin ishlatadiganlar uchun juda ham kerakli narsadir hisoblanadi. Nega bu balandlik uzoq masofani o'qda ballistikasini hisoblash uchun, masofani o'lchash uchun eng kerakli narsa. PCP da mana ko'pchilik so'raydi. 100 metr ursam bo'ladimi, 200 metr ursam bo'ladimi deysizlar. Aynan shunaqa masofalar urish uchun sizlarga zo'r effekt beradigan narsa dalnamer. Dalnamersiz 100 metrdan urish qiyin masala. Buniki o'qda professional hisobi bor. Mana Vector Opticsga 31 ming ekan, so'm 40 so'miga bu o'sha bizda 350 dollar atrofida. Hamma turdan bor ekan. Mana rossiyskiy durbinlar, original rossiyskiy durbinlar ham bor ekan. Bitta ko'rib chiqilgan narsalar kerak. Agar kimdan mana Farg'onadan, o'sha O'zbekistondan keladigan bo'lsanglar, albatta bu do'konga kelinglar. Masalan, bu durbinlarni o'zimiz olib o'tish muammo emas, ruxsat bor bu narsa uchun, hech qanday hujjat talab etilmaydi. Mana bu yerda o'qroqlar uchun chexollar bor ekan, mana benelliklar uchun shu zo'r chexollar bor ekan. Bahosi qancha buning? 3 ming. 3 ming. 450 ming atrofida. Bu narsalarni ham o'qchilarimiz O'zbekistonda o'qchilar olib o'tkazsalar bo'ladi o'zlaringga ishlatgani. Sumka, chexol, patranta, shunaqa narsalarni bemalol olib ketsalar bo'ladi. Mana bunaqa futlerlar, atarimiz kelsanmi? Mana atarimizni futlerlari bor ekan. Bu narx qancha? Bu 8 ming so'm. 8 ming. Bu figurasi ham bor ekan. Narezno'diki bu. Bu Narezno'dikimi? Yo, Beshotar'daki ekan bu. Ha, Beshotar. Ha, Beshotar, Yekatar. Ha. 8 ming. Endi kimdir keyin kalkulyatorni olib beraman desanglar, mana bu karabinniki. Karabin vazushkada ishlatsa bo'ladi buni ham. Buni bu ham Beshotar ekan. Bu drap material. Bular hammasi turetskiy? Turetskiy, ha? Turetskiy. Zavoddan kelgan shu. O'zim borib kelganman. Yumshoq ishlar. Buni endi vazushkalarga ham bitta bo'lsa olib yursanglar bo'ladi. Buni bahosi qancha? 3,5. 3,5. Nix qilsam yana O'zbekistonda deb noto'g'ri tushunmanglar. Patrontajlar nimalar, ha? Jiletlar. Jiletlar bor. Qanchadan narxlar bitta aytib o'tsam bo'ladi? 2 mingdan 3 minggacha. Aha. So'mga. Bu turetskiy hammasi. Hammasi turetskiy. Juda ham assortiment ko'p, pichoqlar qo'yiladi. Pichoqlar juda ham ko'p turlari bor ekan. Rossiyaniki ko'p-a sizda? O, shu Rossiya bor ekan. Hamma turgan, men pichoqni olaman aka. Hali ko'p internetda ko'rgan o pichoq, ha? Nima deyapti? Mana bahosi qancha bu? 700. 700 so'm. Biz pulga 100 ming so'm. Mana shvedskiy pichoqlar bor mana. Shvedskiy? Ha, shvedskiyali nabor pichoqlar bular. Hamma narsa bo'ladi ichida. Ular restoranlar, qo'laysiz. Bular bahosi 4,5 ming ekan. 1600, 1600, 4,5. Bu kichkinaroq, kattaroq ekan. Haqiqiy shvedskiy. Ya, pодаригini. Pодаригini. Shunday. Xullas pichoq turi juda ham ko'p pichoq ishqibozlari kelib olib ketsanglar bo'ladi, O'zbekistondan kelib olib ketsanglar bo'ladi pichoqlar. Shuna hujjat kerak bo'lmaydi. Endi o'quvchilarimiz uchun qiziq bo'lgan, baribir qiziqda aka bu narsa patronlar narxi. Patrondor 12 kalibr turetskiylar 65 so'mdan. 65 so'm. Anna 60 so'mdan. Qozog'iston. 16 kalibr 70-75 so'm. Turetskiy Qozog'iston. Endi qarang BPS'da. Mana biz Farg'onada bordi. BPS 65. 65. Zo'r patronlar lekin. Zakonmi? Zo'r patron. Biz demak Farg'onada bordi. Turkiyaning eng ishongan patronlaridan biridir. Zo'r. Sterling BPS shu Turkiya o'zlari qo'llangan patron bu. Yaxshi patronlar. Yaxshi patron. Endi savol qolib ketdi aka, Porx. Porx toka Nobel Sport degan bor. Undan sotib olamiz, qimmat. Biroq 2,5 ming 50 grammi. 2,5 ming biz pulga qancha? 2300. 2300 biz pulga 300 mingmi? 320. Lekin bu O'zbekistonliklar bu narsani xayollaridan chiqaradilar. Bizni vobshe qoplamaydi bu narsa. Ha, kimdan kim patron tanlab nima qilaman, ishlataman desa, Qirg'izistonlik o'quvchilarimiz buni bizda bularda bor.
olib ishlasanglar bo'ladi. Aka, sizga kattakon rahmat. Bugungi obzor uchun xudo xolasa yana bir yangiliklaringiz bo'lsa, bir yangi do'kon ochish arafasida ekansiz. Biz o'sha aynan o'sha do'kon bo'yicha hali bitmagani uchun Maylaga kelsangiz xudo xolasa yana kelamiz. Yangi do'kon ochilishida xudo xolasa akam chaqiradi, yana bir kelamiz bu do'konni obzor qilgani. Qirg'izistonlik obunachilarimizga bu videomiz qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Akamizning telefon nomerlarini pastda yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, lokatsiyasini olib, nima qilib ko'rasiz. O'zingiz bitta lokatsiyani tushuntirib yuboring aka, Javohir Bakanov do'koni. Bu yer eski avtovokzal. Eski avtovokzaldan жаңы most bor, eski avtovokzal ustida. Most degan gостиница bor. O'shaning birinchi etajida. Birinchi etaj. Sizlar uchun zo'r lokatsiya. Bemalol ko'rasizlar. Xullas, ovchilikka qiziqadigan, havaskor ovchilar, misol pnevmatikani to'g'ri ishlataman deganlar uchun zo'r do'kon, bemalol kelib xarsanglar bo'ladi. Narxlari ham ma'lum hisobim bo'yicha arzon sizlar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar. Bundan ko'plab yangiliklarni Vodiy Ovchilar kanalida sizlar bilan ko'rib boramiz. Sog' bo'linglar.